Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga mana shu uyimizda qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'tamiz. Shu 250 million atrofida pul ketgan shu holatiga shuni qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Mana yerdan kiraverishda darvozaxona bor. Darvozaxona uzunligi 23 metr, eni 4 metr, balandligi 20-30 atrofida chiqadi. Padushkadan keyin. Darvozaxonadan kiraverishda mehmonxona bor. Mehmonxonadan kirganda bu yerda koridorcha, kichkinagina koridor, 1.40, eni uzunligi 3,5 metr. Mana yerda zina bo'ladi, hali zinani ulgurganimiz yo'q. Endi kunlar isib ketdi, endi xudo xohlasa boshlaymiz. Bu yerda o'sha mehmonxona ko'rishlaring mumkin. Xudo xohlasa bu yer remontga tayyor endi. Rodbun tortib, yig'sa bular pataloqlari bitgan. Mana shu holatda. Mehmonxonamizning balandligi 320, uzunligi 6 metr, eni 3,5. Bu yerdan chiqamiz endi. Bu narigi tomonlar hisoblanmaydi. Asosiy darvozaxona bilan bu tomoni shu holatda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Buni hali tashqi fasadi turibdi. Bu yerda zina quyiladi, zina quyilgan yo'q. Bunisi oshxona. Oshxona 5 ga 3,5. Bunisi hol deydimi? Shunaqa hol. Bu yerim 5 ga 3,5. Patoloqlar dekor plasdan bo'lgan. Mana oshxonaga bu yerdan ham kiriladi. Akfa romlar o'rnatildi. Bu yerda hammasi отделкаga remontga tayyor, xudo xohlasa. Mana patolog dekor plast bo'lgan. Mana shu holatda. Endi ishlari bor, pollari bo'lgan, pol. Bu yerda koridor bor. Koridordan o'ng tarafda ham xonamiz bor. Bu ham 5 ga 3,5 metrlik. Mana romlar o'rnagan. Mana yerda shkaf bo'ladi, yasatiladi. Shuning uchun joy tashlab ketganmiz. Shu yerga. Plus bu yerda sanuzel deydimi? Shunaqa. Mana kafellar yopishtirilyapti. Bunisi o'sha hojatxona. Mana eshik, ikkala tomondan ham eshigi bor. Tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Bu yer ichkaridan ham. Mana shu holatda. Keyingi xonamiz bunisi ham 5 ga 3,5lik xona bu ham. Buni detskiy xona qilsa ham bo'ladi, bolalar xonasi. Shunaqa holatda mana. Ko'rishlaring mumkin, remontga tayyor. Shu holatiga hozir 250 million mana shu eshik, deraza, romlar, patolog shu holati. Shunaqa holatda bo'ldi. Endi ustalarimiz keladi. Rodbun tortib, mana zatega qilinmagan shkaturkani mana shunaqa qilib rodbun tortib, keyin
remontga tayyorlashadi. Akifani mana bundaqa mokresidan zakaz qildik. Hozir shu moda bo'lyapti ekan, shuni hisobiga. Mana endi qo'ldan kelgancha bir obzor qilib berdik. Mana bu hovlimizda, gazxonamizda mana shu tomonda o'sha kuxinniy mebellar bo'ladi. Mana yerda gaz plita bo'ladi. Mana yerda shu dimoxodi hamma yoq shu holatda oshxonamiz. Endi narigi tomonlar u ancha oldin qurilgan, u uylarda hisobini hali chiqarmaganmiz. Asosiy mana shu tomonniki mana shu holatda bo'ldi. Mana videomiz kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, Xudo xolasa shunaqa foydali ma'lumotlar berib boramiz. E'tiborlaring uchun kommentariyada fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Endi ma'lumot yana berish kerak bo'lsa, bu yerga sement ketdi, bir 15 tonnadan ortiq sement ishlatdik. Armatura bir 1000 metrdan oshiq armatura ishlatdik. 30 mingdan oshiq 31 ming pishgan g'ish ketdi. Mana tomonlarimiz devor bu xom g'ish bo'lgan. Bu ham 10 mingga yaqin xom g'ish ketgan. Endi to'sin, strapillar to'g'risida hozir aniq ma'lumot yo'q, hisobimiz yo'q, lekin to'sinlar asosan dehqonchilik bo'lgan, sotib olinmagan. To'sin, vassalik, keyin shipirda ostidagi yumaloq yog'ochlar bo'lgan, ularda hammasi dehqonchilik bo'lgan. Asosan strapila, rayka shular sotib olingan shipir. Shipirimiz bu tomoniga shu 235 ta atrofida shipir ketgan. Mana elektr montajlari bo'lgan, hammasi xudo xolasa tayyor, remontga tayyor. Endi ustalar keladi, oldi fasadini ham, shikaturkasini boshlaydi xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. E'tiborlaring uchun rahmat.